17 ekan aka. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, kanalimizning mehmonlari O'g'in akadan. Navbatdagi videomizda Andijon mashina bozoridan Matiz avtomobillaridan boshladik. Birinchi avtomobilimiz akalar 2017-yil 246 ming dedingizmi? 246 ming yurgan, xullas prostoy variant ekan avtomobilimizni. Motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, usuletillar, xullas gazlari bor. Mana akalar motorimiz bir qator duxasi. Avtomobilimizni balonlariga kelsak, balonlarimiz 4 ta balonimiz, xudo xolasa akalar yangi ekan. Saloni linonin ko'rik chexol, xullas mana akalar salon holatlari prostoy variantda orqalar ta'mirlovga bo'lgan. Chexollari ham yangi chexollargacha taqib, xullas chiroyli qarab qo'yishgan ekan akalar. Mana ko'ryapsizlar. Bu yerda hali bunaqa apshikni mana joylarida ham akalar shilingan, netgan joylari yo'q. O'zinglar ham videoda pauza qilib sekin ko'rib olsanglar bo'laveradi. Bagaj balonlari 2023 qismiga kelsak 23 qo'yilgan, metani ham akalar 23 qo'yilgan ekan. Mana bu yoqdan ham qator choklarni ko'rishlar mumkin. Salonni bagajimiz akalar chok holatlari 2017 246 ming yurgan. Mashinamizni orqadan videosi. Motor hadovi qanaqa aka? motor yaqinda qilindi. Motor yaqinda qilindi. Hadovi ham yaqinda qilingan. Hadovi ham yaqinda qilingan. Xullas olib turib rasxod qilishmaydi. Olib turib akalar Aptolni ham akalar yaqinda almashtirishdi akalar. Даже Aptolgacha almashtirishmaydi deyshadi 5000 gacha. Xullas, mashinamiz holatini ko'ryapsiz. Kraskasi? Kraskasi kapotda, Kirilloda ko'rganki kapotda deb aytishdi. Kapot, Kirillo, orqa Kirillo deb aytishdi. Avariya bo'lmagan, hamma detal o'ziniki. Hamma detal akalar o'ziniki ekan. Narxi-chi aka buni? Narxini 4000 ga beramiz. 4000 kami bormi yo bo'lishimi? 4000 ga o'zi yaxshi 17. Ijronkasi bor. 4000 gacha puli bo'lsa bemalol qolganini nasib olsa variant qilib oladi. Andijon viloyatiga, boshqa viloyatga beriladi. Akalar 4000 bo'lishi ekan, xohlasanglar 1,5 ming pullar bo'lsa, xullas o'zaro narsa savdoga variantga chiqaverar ekan. Faqat Andijon viloyatiga ekan, boshqa viloyatlarga berilmaydi deyapti. Deyishyapti akalarimiz, eshitdinglar. Gen chiqaveradimi yo'qmi aka? Gen akalar chiqaverar ekan, xohlagan dokumentlar qilib olsanglar bo'laverar ekan. Xohlasanglar bank qilib olsanglar ham bo'laverar ekan. Telefon nomeringiz aka? 77lik 254 1778 raqamlariga aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangdagi Matiz, mashinamiz 2009-yil, xullas tabloda. 9-yil ekan akalar. Tabloda 484 ming turibdi. Menimcha tablo qotgan, ishlanmayapti. Avtomobilimizning motor qismi, xullas gazlari, choklari, silitlar, mana akalar bu yog'ini ham sekin ko'rishingiz mumkin. Endi akalar podishcha qilib maksimallar videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib ham akalar qo'yamiz. Videolar chiqsa birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Balonlarga kelsak, balonlarimiz 4 ta balonimiz yaxshi holatda ekan. Xullas linoni yo'q, ko'rlar tashab qo'yilgan, rezinkalari mana ko'ryapsizlar. Chexollar ham yangi chexolgacha taqilgan. Tabloda 485 ming turib ekan, lekin bu ishlaydimi, ishlamaydimi bilib bo'lmaydi. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Temir metal, orqalar mana shunkamni qilishib olibdi. Ko'rishingiz mumkin. Bagajimiz akalar chok holatlari. Mashinani bir qator orqadan videosi. Aka, motor hadovi yaxshimi? Motor hadovi. Motorda asfalt yo'q-a? Hadovoyda ishchi? Yo'q, yaxshi. Hadovoyda ham ish yo'q ekan, 4 ta balonigacha akalar yaxshi holatda turibdi. Klassifikatorlari? Shumasi tomonda 2 teshik. Shu chap tarafda 2 teshikda bor-a? Qolgan joylari yaxshi. Old orqalari pechat. Old orqalari akalar pechat ekan. Narxini qancha dedik aka buni? 3000 dan. 3000 kami bormi? Akalar 3000 kami bor ekan. Variant barter bankchi. Chiqaveradi. Variantga qancha pullari bo'lsa telefon qilsin qo'llarida. 1000 dan tepasi. 1000 dan tepa, 1200, 1300 yo'q, akalar eng kam bo'lsa 1200, 1300 pullar bo'lsa telefon qilsanglar, variantga qishtira o'ragan joy ekan. Gen chiqadi aka. Ular gen qilib minsanglar ham bo'laverar ekan. Telefon nomeringiz? 90lik 540 51 16 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Variant ham akalar Andijon viloyatiga berilar ekan, boshqa viloyatga bezovta qilishmasin deyapti. Agar variantga bo'lsa, naql O'zbekiston va O'zbekiston bo'yicha sotilaveradi. To'g'rimi aka? Kelib bemalol ko'rib, xohlasanglar akalar dastavka xizmatlari ham bor ekan.
Qoraqalpoqchilar, qoraqalpoqcha akalarimiz olib borib berishar ekan. Faqat pulni oldini tashlab berishadi. Zakrat tashlab bersanglar, akalar ketishaverar ekan. Ertalab soat 8 dan kech paytga O'zbekiston vaqti 7 gacha akalar telefon qilib, ular gumbilatib olsanglar bo'laveradi. Avtomobilimiz oq rangdagi Matiz, mashinamiz 2014-yil 284 ming yurgan ekan. Xullas, best, lyuks konditsioner, xullas konditsionerlargacha akalar bor. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, usilitillar, xullas gazlari, konditsionerlari akalar mana ko'ryapsizlar, turibdi. Balonlariga kelsak, balonlarimiz 4 ta balonimiz. Betida, mashinada turadi. Betida ichiga. Shu yerda kapot xullas bu ham yarimtami bu ham? Bu yer bilan bu yerda bormi yoki polniymi ekalasiz? Shunday. Chaqa chukasiga shunday akalar, ular ikkalasi joyida, xullas shunday joyda akalar bor ekan akalar. Hozir salon holatlarini sekin ko'rsatib o'tib ketamiz. Linonin, ko'rik, chexol, xullas mana salon holatlari, kraskalarni eshitdinglar o'zingizlar ham. Orqa oynalar ta'mirlangan, xullas chexollari ham yangi chexollargacha taqilgan. Salonlar ham akalar akkuratli ekan, unaqa chizilib, metib, urinib, metib ketmagan. Endi ularning minishiga bog'liq. Linonin temir metan choklari, salonimiz bir qator ko'rinishi akalar, bagajimiz chok holatlari. Motor hadovoylari qanaqa, hoji aka buni? Hadovoy yurishtirishlar o'ta go'zal. Motorda rasvot yo'q. Yo'q. Motorda rasvot yo'q. Hadovoylari ham akalar yurishtirishlari vahshiy. Chotki deyishyapti. Xohlasanglar genam qilib olsanglar bo'laverar ekan. Kraskasini aytib o'tdi akalar yana bir bor. Xullas kapot shu yerda, xullas bashincha joyida, xullas qo'limchalik joyida, chaqa-chuqaga xullas qilingan joy bor ekan. Bu yoqlarda yo'q, xullas qolgan joylari toza. Qolgan joylari akalar yaxshi ekan. Narxini qancha dedik buni? 4,5. 4,5 ming kami bor. Savdosichi bo'ldimi yo'qmi? Yo'q, Endi variant barter bank 2 ming bor bilan gaplashib 2000 puli bor bilan puli bor odamga generalni ham bo'laveradi. 2000 puli borga akalar variantga chiqaveradi. Ular bank, ular barter ham bor-a? Bo'laveradi. Barter ham akalar qilib olsanglar bo'laveradi. General davens chiqadimi? Chiqadi. Gen akalar chiqadi. Telefon nomeringiz 97 lik 973 1777 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangdagi Matiz, mashinamiz 2010-yil 320 ming yurgan ekan. Akalar best, xullas konditsionerlargacha bor. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, usilitillar, xullas gazlari bor. Balonlariga kelsak, balonlarimiz ham o'rtacha holatda ekan. Avtomobilimiz akalar salon. Ninoni yo'q, ko'riklari, chexollari, mana salon holatlari akalar. Bemalol ko'rishinglar mumkin. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan akalar ko'rinishi. Temir metan, bagajimiz akalar choklari, avtomobilimiz orqadan bir qator ko'rinishi. 2010-yil 320 ming shunaqa yurgan ekan. Best konditsionerli akalar, lyuks konditsioner. Mashinaning holatini mana ko'rib turibsizlar. Hozir qolgan ma'lumotlarni egalarini olamiz. Aka, motor hadovoylari yaxshi, ha? Rasvot yo'q-a? Motorda rasvot yo'q, hadovoyda ishi. Hadovoyda ishi-chi? Hadovoylari ham zo'r. Hadovoylari ham akalar yaxshi ekan. Kraskasini 3 ta detalda deyapsiz. 3 ta detalida kapot, krilo, kapot, krilo eshigi betida bor ekan. Ustilitlar yechilganmi, yechilmaganmi? Yo'q, o'ziniki. Ustilitlar akalar yechilmagan ekan, o'ziniki radnoy deyishyapti. Narxi-chi aka buni? 3,5 ming kami bor. Savdosi bo'ldimi? Yo'q, Endi xudo xolasa. Variant barter bank 1-2 oyga qidiraveramiz, chip yetmasa 1-2 oyga gaplashib tursanglar bo'laverar ekan akalar. Bank qilib olsa bo'ladimi yo'qmi? bo'laveradi. Bank qilib olsanglar bo'laveradi, barter bor-a? Mana ko'ramiz. Barteri ham akalar bor ekan. Telefon nomeringiz 90lik 388 388 01 26 26 raqamlariga aloqaga chiqaramiz. Gen chiqadi aka. Generalni davens qilib akalar minib olib minisinglar bo'laverar ekan. Navbatdagi avtomobilimiz akalar Stavnoy Svetdagi Matiz, mashinamiz 2014 179 ming dedingizmi? 179 ming ekan akalar yurgani. Prostoy variant ekan. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, usilitillar, xullas akalar gazi bor mashinada.
balonlari, kesak balonlarimiz, to'rtta balonimiz yangi holatda ekan, yaxshi holatda. Linonin, ko'rik, chexol, mana salon holatlari. Yurgani 178.558 kilometr bo'libdi. Orqa oynalar tonirovka. Aka yurgani halol yurgani. Yurgani akalar o'zini yurgan ekan. Xullas 178 ming yurgan ekan. Xullas mashinamiz bagaj ochilmadi. Mashinani mana orqadan bir qator ko'rinishi. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Motor hadoylari yaxshi, xudo xolasa. Motor rasot yo'q, hadoylari yaxshi. Yurgani ham akalar 178 ming yurgan. 2010 mida ekan, necha edi? 14. 2014 ekan. Kraskalarchi? Kirilla kapotda kraska. Kirilla bilan kapotda. Qolgan joylari yaxshi. Ichiga o'tganmi, o'tmaganmi? Yo'q, yaxshi. Ichiga akalar o'tmagan ekan. Buni narxini qancha dedi aka? 3600 dan jinda o'tib beraman, qimmat aytmay. 3600 ozmoz kami bor-a? Ozmoz akalar kami bor ekan. Keyin chiqaveradi. Keyin qilib akalar ochinglar bo'laverar ekan. Variant Barterbank Kelishaveramiz. chiqaveradi. Variantga chiqami yo'qmi aka? O'zi qancha pul? 1-2 oyga beramiz. 1-2 oyga. Uzoq muddatga akalar berishamiz degan shu 1-2 oyga mayli deyishyapti. Gaplashib kelishsa bo'laveradi. Bank qilib olsanglar bo'laveradi. Barteri devon moshlargami? Ha, deyman. Barteri akalar devon moshlar. Xullas bu mashina ham barteri bo'laveradi, bunisi ham barteri bo'laveradi. Ikkala mashinamiz bitta akamizdan. Telefon nomeringiz aka? 90lik 388 01 26 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveradi. Navbatdagi avtomobilimiz Stavniy Svetdagi Best mashinamiz 2010-yil 256 ming yurgan ekan. Akalar puli ham yengilroq akalar. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motor holatlari, choklari, filtrlar, gazlari xullas bor. Konditsioner yo'q ekan. Balonlariga kelsak, balonlarimiz, to'rtta balonimiz o'rtacha holatda. Qanday kulib ekan. Aka bu pul bosib qo'yasizmi yoki kaltdami? Ha, bu ochildi. Linoni yo'q, ko'rilari, chexollari mana akalar salon holatlari. 254 ming bu yerda yuribdi akalar. Mana ko'ryapsizlar holatini. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Bagaj qismiga kelsak, temir metal, bagajimiz chok holatlari, avtomobilimiz salonda bir qator ko'rinishi, bagajimiz akalar chok holatlari. Mashinani orqadan mana bir qator viduxasi. Puli ham akalar yengilroq. Menimcha motor hadoylari yaxshi aka. Motor korobka o'tasi xudo xohlasa. Motor hadoy xudosi yaxshi ekan. 30-35% kraskasi bor. Oldaqalari pechat-a? Pechat aka. Oldaqalari akalar pechat ekan. Narxiga kelsak, narxini 3200 kami bor ekan. Telefon nomerlari 93lik 252 66 79 raqamlariga akalar aloqaga chiqamiz. 30-35% kraskasi bor deyapti. Akamiz mashinaga menimcha klientlari ham tayyor. Endi haligi u yoqda bozor akalar kim nima qilsa, kimga nasib qilsa shu mashina savdoni ko'radi. Ikkita akamiz kelib turib qiziqishyapti, egasi ham turibdi. Shuni hisobiga qog'oz yozilgan ekan, shuni hisobiga o'zim aytib o'tib ketyapman. 2010 256 ming yurgan, 30-35% kraskasi bor. Endi akamiz gapini bo'lgimni kelmayapti, qayerlarda borligini so'rash uchun 3200 akalar kami bor ekan. Telefon qilib bosib oladigan joy ekan. 93lik 252 66 79 raqamlariga aloqaga chiqaveradi. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangdagi Matiz Best xullas mashinamiz 2010-yil 353 ming yurgan ekan. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motor holatlari, choklari, filtrlar xullas akalar, gazlari bor ekan. Balonlariga kelsak, balonlarimiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Linonin, ko'rilari yo'q, xullas chexol, xullas salon holatlari, akalar. Mashinani mana holatini o'zingizlar ham ko'ryapsizlar. Orqa oynalar tonirovka qo'ygan. Mana bu yoqdan ham bir qator salonlar, akalar ko'rinishi. Mashinani bir qator orqadan vidoqasi, bagaj ochilmadi yo'q, ochmadim, ochilib o'ylabman akalar. Mana ochildi. Temir metal, bagajimiz akalar choklari, avtomobilimiz buni bu yoqdan bir qator salondan ko'rinishi, bagajimiz akalar chok holatlari. Xullas, mashinani bir qator orqadan vidoqasi. Hozir egalaridan qolgan ma'lumotlarni olib o'tamiz akalar. Aka, motor hadoylari? Yaxshi, motorda rasot yo'q-a? Yo'q. Hadoyda ishchi? Yo'q. Hadoyda ham akalar ishi yo'q ekan. Kirasi kaltilari?
Bir qarichmada anaqasi bor xolos. Petnosi. Shu yerda bir qarichgina shu yerda akalar petnosi bor ekan. Qolgan joylari yaxshi, toza, bemalol olib borib, ko'rsatib, tekshirtirib olaverasizlar. Narxi-chi aka buni? Narxi aka 3400 kam bor. Qilagichi 3350 ga bera olamiz. Bo'lishi. 3350 akalar bo'lishi ekan, kam yo'q deyishyapti. Variant barter bank yo'llari-chi aka? Gaplashamiz bunga. Telefon qilib bir qator o'zi bilan gaplashishadi. Telefon nomeringiz 97 lik 989 989 0202 0202 raqamlariga aloqaga chiqaramiz. Buni ham qo'shib qo'yaylikmi? Tog'a, buni ham qo'shaylikmi? Aytib qo'ying, 2015 33 ming yurgan ekan. Yurgani kam ekan. Nima qo'shib qo'yadi? Sizdan nima ketibdi? Akalar, xullas, yurgani kamroq. Mati so'ragan akalarimizga Stanley Svetda 2015-yil ekan. 33 ming yurgan, halol yurgani. Halol akalar o'zini yurgan ekan. Xullas, M2 ikkinchi pozitsiyasi, kraskalari ham toza ekan. Xullas, Matiz'ni tozasini minaman degan akalarimizga yurgani ham kamroq 33 ming yurgan. Narxiga kelsak, narxi 5200 kami bor ekan. Faqat narxga sotiladimi? Variantga ham chiqaveradi. Qancha pullar bo'lsa telefon qilsin variantga. Variantga qancha pullar bo'lsa telefon qilsin. 3000 da. Eng kamida akalar 3000 pullar bo'lsa telefon qilsanglar variantga ham chiqaverar ekan. Kanseller ham bor, kansellar ham bor ekan, ishlar ekan. Nomerlari 95 084 66 06 raqamlariga akalar telefon qilib bosib joyiga. Mashina 2015 33 ming yurgan, ikkinchi pozitsiya. Xullas, kansellari ham bor, kansel ishlab turibdi, yurgani ham akalar cho'tki holatda ekan. Kamroq ekan.